Minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shunaqa muhim turnir oldidan bizda shunaqa katta qo'llab-quvvatlab, katta motivatsiya bilan kuzatib qo'yayotgani uchun sizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Mana shu futbolga bo'layotgan e'tibor uchun va alohida milliy terma jamoalar markazi uchun. Chunki o'zim Italiyada o'ynaganimda, Italiya terma jamoasi futbol bazasini ko'rganimda havas qilganman. Bizda ham shunaqa futbol baza bo'ladimi deb. Va hozir hamma Yevropa standartlariga javob beradigan futbol bazamiz bor. Bu biz uchun juda ham muhim va kerakli narsa edi. O'shaning uchun alohida sizga rahmat bo'lsin. Eldor, 10 yildan beri yangi O'zbekiston quryapmiz. Bitta sir borda bu yo'nalishlarda, natijalarda. Yangi yutuqlarga erishganimiz, avvalambor yomon illatlar yo'q bo'lgani bu bir. Ikkinchidan sizlarga sharoit yaratgani, tibbiy sharoit, fizkultura sharoiti, mana aytgan oshpazlar va hokazolar bu qachon bo'lgan edi? Mana o'zingiz shunday joylarda o'ynab, havas qilib, orzu qilgan narsalaringiz O'zbekistonda. Mana men Fabioni ham gaplarini ko'p eshitganman, mana shu bizning markazimiz to'g'risida. Sizlarga sharoit yaratish men uchun juda katta sharaf bo'ladi. Nimaga aytsangiz, bekorga aytmayapman. Futbol bu milliy g'ururimiz, milliy iftixorimiz, bu tarbiyamiz, bu madaniyatimiz, bu o'zligimizni anglashimiz desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Natija qilishlaring uchun endi imkoniyat bor. Qo'rqmasdan o'ynasalaring, Xudoning o'zi yo'l ko'rsatadi. Niyatimiz pok. Bobolarimiz, otalarimiz, faxrlarimiz duoda. Duo bu natijaga erishishda juda katta ilohiy kuch. Jahon chempionatiga keladigan bo'lsak, barcha terma jamoamiz a'zolari hammasi tayyor, yaxshi tayyorgarlik olib bordik. Hamma sharoitlar yaratib berildi. Hamma tushunib turibdi, mas'uliyat his qilib turibdi aholimiz orqamizda turganini. Nafaqat muxlislarimiz, balki butun Markaziy Osiyoda muxlislar bizni kuzatib turganini. O'shaning uchun bor kuchimizni beramiz. Xudo xohlasa, mana shu muxlislarni ajoyib o'yinlarimiz bilan xursand qilib, yaxshi natijalar bilan butun dunyodan yangi muxlislar bilan qaytishga xudo xohlasa. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men